hammamiz qotillikni yomon ko'ramiz. Hech kim qotil bo'lgisi kelmaydi. Borib birovga pichoq suqib olishni hech kim qabul qilmaydi. Ammo insof bilan aytaylikchi, xotinni kaltaklayotgan xotini chidaversa, eri kaltaklayversa, haddan oshaversa, shu kaltaklashi ko'payib ketib, xotinning qotiliga aylanishi mumkinmi? Mumkin. Ba'zan ayol erining qotiliga aylanishi mumkin. Yoki mashinani tez haydab ketib, haddan ziyod qoidaga rioya qilmay, birovni urib o'ldirib qotilga aylanishi mumkinmi? Mumkin. Mayli. Mashina bilan urmasdan, kaltaklamasdan ham birovni qotilga aylanishi mumkin. Miyasini egavlaversa qaynona kelinni, yoki ayolni, yoki ayol erini, yoki kelin qaynonasini miyasini yeyaversa, ruhini oxiri xasta qiladi va xasta odam o'zini o'ldiradi. Sog'lom odam hech qachon o'zini o'ldirmaydi. Hech qachon.